inson bid'atdan hazar qilar ekan, sayyi'a bid'atlardan, zalolatga yetaklayotgan bid'atlardan hazar qilishligi kerak. Qolgan bid'atlarni agar o'zlari bajarmasalarda, bid'at hasanalar dedik-ku. Nahv ilmini o'rganish, madrasalar qurish, maktablar qurish, hattoki mana yana bitta narsani aytmabmiz, uni ham aytib ketsak yaxshi bo'lardi. Hadislarni yozish yoki nuqtalarni, Qur'oni Karimdagi harflarni nuqtalarini qo'yish ham Rasulullohning davrlarida, payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida bo'lmagan, yo'q edi. Mana shularni paydo qilish ham bid'at. Lekin bu hasana bo'lgan, chiroyli bo'lgan bid'at. Kitoblarni Qur'oni Karimda kitob shakliga kelishi Hazrat Usmon roziyallohu anhu davrlariga kelib paydo bo'ldi. Nahv ilmini shakllanishi Hazrat Ali roziyallohu anhu davrlariga kelib bo'ldi. Bormidi shu payg'ambarimiz alayhisalom davrlari? Yo'q edi. Demak, mana shunday hasana bid'atlarga albatta inson xayrixoh bo'lish, xayrixohlik bildirish kerak. Agar o'zini qo'ldan kelmayotgan bo'lsa, qo'ldan kelayotganlarni malomat qilish kerak emas. Mana shunday amal qilsalar inshaalloh yaxshi bo'ladi. Chunki bir narsani yana aytib o'tish kerak. Ummatni adashtirish, insonni to'g'ri yo'ldan ozdirish shaytonning oliy maqsadi hisoblanadi. Shayton insonni agar qalb ko'zini bekita olsa, yo'q qila olsa, uni xohlagan tomonga bura oladi. Inson hayotda yashayotgan insonni bir ulovga o'xshatadigan bo'lsa, oddiy misol bir mashinaga o'xshatadigan, uni chiroqlarini o'chirib qo'ysangiz kechqurunda, u xohlagan joyiga borib o'zini halok qiladi. Butunlay yo'q bo'lib ketadi, biron joyga tushib ketib, yoki biron joyni albatta jarohatlaydi. Qalb ko'zi shunaqa. Bizni ko'zimiz bilan ko'radigan narsalarimiz bu biz uchun bu dunyoda foydali bo'ladigan narsalar. Qalbimiz bilan ko'ra oladigan narsalarimiz esa Allohning oldida, qiyomatda, oxiratda bizga foydali bo'lgan narsalar bo'ladi. Demak, ana shu qalbimizni ko'zini berkitish, to'sish bu shaytonning oliy maqsadi. Ana shu maqsadiga erishsa, shayton o'zining ishini bajargan bo'ladi. Demak, mana shunaqangi o'rinlarda biz shaytonga imkoniyat bermasdan o'rganishda, o'qishda davom etamiz.